Opa, bu so'z har doim yuragingizga iliqlik olib keladi. Go'yo bolalikdagi eng beg'ubor kunlaringizning hidi dimog'ingizga uriladi. Sizni bag'riga bosib yupatganini, jimgina yoningizda o'tirib, bolalik dardlaringizni tinglaganini eslaysiz. Opa, ona mehridan keyingi eng ishonchli panoh. U sizga har doim mehrli ko'zlar bilan boqadi. Hatto siz o'ylagan har qanday fikrni oldindan sezgan bo'ladi. Siz hali gapirmasdan ichingizni o'qiydi. Ba'zan o'zingiz tushunmagan hislaringizni ham ilg'aydi. U sizga doim bir qadam oldinda yurishni o'rgatadi. Bolaligingizda qo'lingizdan ushlab maktabga olib boradi. O'spirinligingizda esa hatto noto'g'ri yo'lga yurishingizga yo'l qo'ymaydi. Eng yaxshi do'st, eng yaqin sirdosh, o'zingizga o'zingizdan ham ko'ra ko'proq ishonadigan yagona inson. Ba'zan opangiz bilan janjallashib qolasiz. U sizning baxtingiz uchun aytayotgan gaplar sizga yoqmaydi. U sizni sevganidan qattiq gapiradi, balki achchiqroq nasihat qiladi. Lekin oxirida baribir sizga suyanadigan tog' bo'lib qoladi. Opangiz uyingizga kelsa iliqlik keladi. U bor joyda bolalik unutilmaydi. U bor joyda siz har doim o'zingizni boladek erkin his qilasiz. Chunki u sizni onangiz kabi seva oladigan onangizdan keyingi inson. Agar sizning opangiz bo'lsa, bilingki dunyodagi eng katta boyliklardan biriga egasiz. Agar siz o'zingiz opa bo'lsangiz, bilingki siz kimningdir umriga yorug'liksiz. Hozir opangiz yoningizda bo'lsa, uni quchoqlang. Uzoqda bo'lsa, shunchaki opajon deb yozib qo'ying. Bu birgina so'z uning yuragini ilitishi aniq.